Bugun obzorimizda Arizo 8 gibrid avtomobili. Bitta zapravka bilan 1400 km yura oladigan gibrid avtomobili haqida eshitganmisiz? Kutib oling, Arizo 8 avtomobili. Ushbu avtomobilimizning narxi 344 million 900 ming so'mdan boshlanadi. 1.5 turbina dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, umumiy hisobda elektrodvigatel bilan birgalikda 347 ta ot kuchiga ega. Garantiyasi 7 yil yoki 200 ming kilometrgacha. Batareykasining o'ziga garantiya 8 yil 160 ming kilometrgacha. Mashinamizni dizayniga bitta e'tibor berasiz. Tepada panorama lyuklarigacha hamma narsasi bor. Diskochi oyda stop slipoy zonalarigacha ko'radi. 360 kamera ham mavjud bo'ladi. Undan tashqari голосовое управление alisalarigacha bor mashinamiz to'laqonli ekokojadan jihozlangan bo'ladi. Mana bu eshikni obshifkalarigacha kojani ishlangan bo'ladi. 3 tali pamit sidenkalari bor. Bu yoqda elektroregulovkalar bo'ladi sidenka uchun. Xo'p, Sony akustikalar bilan jihozlangan bo'ladi. Mashinamizda obduf, ya'ni ventilyatsiya sidenkalar uchun va abagrev, ya'ni 4 ta sidenka ham qizitish funksiyalariga ham ega. Orqa gabaritlariga keladigan bo'lsak, orqa o'rindig'ida ancha ham keng bo'ladi, patlakotniklar bilan birgalikda chiqqan. Ruchkalarni ham bir dizayniga e'tibor berasiz, juda ham chiroyli ishlangan bo'ladi. Bu yoqlarimiz aquaprintdan ishlangan, bu ekokojadan ishlangan bo'ladi, sifatli materiallar ishlatilgan bo'ladi. Mashinada umuman qisilib qoldik degan narsalar ketmaydi. 3 ta odam o'tiradigan bo'lsa, hattoki katta bo'ladigan bo'lsa ham, bu 2 metrli odam ham bemalol siqib ketaveradi. O'zimiz ham test qilib ko'rganmiz. Xo'p, mashinamizga o'tirishimiz ancha ham qulay, haydashga juda ham zo'r bo'ladi. Uzoq masofalarda umuman charchatmaydi. O'zimiz ham test qilib ko'rganmiz. Mashina palsani ham ishlab yuradi. Avtopilot, ya'ni adaptiv kruz kontrollargacha bo'ladi. Splashnoy displeylarga ega bo'ladi. Qaylovchan, juda ham chiroyli va ko'zni ham og'ritmaydigan displeylarimiz bor. Xo'p, podzaryadga telefon uchun telefoningizni qo'yasiz, simsiz quvvatlash ham bo'ladi mashinamizda. Skor suradigan ruchkalariga ham e'tibor berasiz. Joystikka juda ham neobычный ishlangan bo'ladi. Mana oldinga, orqaga ketadi. EV, ya'ni elektrda yurishi, bu HEV, ya'ni gibrid variantini ishlatib yurishi. Mashinamizda ancha ham ko'p rejimlari bor. Standart, ekonom, sport rejimlari ega bo'ladi. Orqa bagajimizni gabaritiga keladigan bo'lsak, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Orqada subwooferlargacha bo'ladi, podzaryadkalar ichida bo'ladi, zavodskiy o'zida, gabaritlari ham ancha ham keng. Mashinamizni xo'p, 1 yildan 3 yilgacha foizsiz muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. O'zingizning nomingizga chiqadi. Hech qanaqa foiz aralashmagan holatda nasiya savdoga xarid qilaman degan mijozlarimiz uchun juda ham yaxshi tanlov. Gibrid avtomobil izlayapsiz. Sedan bo'lsin, sportivniy bo'lsin, o't kuchi ko'p bo'lsin, rasxodi kam bo'lsin deyapsizmi? Narxi ham kelishilgan holatda, juda ham yaxshi narxlarda va foizsiz bo'lsinmi? Unda Arizo 8 aynan siz uchun. Hammangizni Cherry Adaymaster qarshi avtosalonda kutib qolamiz. Charchamanglar.